Assalomu alaykum aziz obunachilar, YouTube kuzatuvchilarimiz. Mana bu ba'zi negativ kommentariya yozadiganlarga men bu yoqqa akfisni gapirganim yo'q edim. Hazil igolkani gapirganman. Bu akfis qachon chiqqan, nima qilgan? Balkim sizlardan oldinroq bilardim. Alibastirdan boshlab ishlab kelganmiz. Keyin chiqdi bu alibastirlar. Akfislar. Orqasini to'ldirish masalasi bo'lsa ko'ringizlar, qanday to'ldiriladi orqasini. Mana shunda beton bo'ladi, beton. %100 garantiya bunga, 100 yil. Kim spor